Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Navbatdagi skromli eng chiroyli darvozani o'z o'rniga olib kelib qo'ydik. Bu darvozani manzili Farg'ona viloyati Ruvayda tumani Qoraqum mahallasi. Bo'yi 3,5 metr, eni 344 bo'lgan. Yondonlari 10 ga 10 profil. Buni stenasi qani 2 stenada bo'lgan. Tagi o'sha har doimgidek 10 ga 5 shveler qilingan. Darvoza 2 qavatli, 1.8, orqa tomoni 1.5 lista bo'lgan. Ranglari mokr asfalt bir xilda. Laklari glansvet lak bo'ldi. Pesh burunlari 4 ga 2 profildan qalin stenada bo'ldi, lazerli guldan. 1.8 dan o'y berilgan tepa tomonga. Kalitgamiz 80 sm bo'lgan mana. Buni ochilib yopilishlari xudo xolasa hamma yo'q o'zi bo'ladi. Orqa tomoni mana 1.5 ga tekis qilib bosilgan. Shanirlar o'sha eng baquvvat 38 lik plankalarni qo'yib ikkita shanir qo'yib qo'yilgan. Mana orqa tomonga mana ko'rsatib o'tsak, xudo xolasa juda chiroyli tekis bo'ldi. Mana 3,5 metr darvozani to'liq silikon ochilishlari. Qo'yib qo'ygan joyingizda xudo xolasa hamma yo'q ustunlari joy-joyida bo'ldi. Xudo xolasa kimga shunday darvoza, bundan boshqa har qanday fason, shtampopkami, lislimi murojaat qilsalar O'zbekiston bo'yicha qo'shni davlatlarga, Qirg'iziston, Tojikistonlarga dastakamiz bor. Asrojon aka kelaygan. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Charchamasdan. Mazangiz yaxshimi? Ishlangiz bo'layaptimi? Darvozalar qulluq bo'lsin, buyruq nasib qilsin. Endi tomoshabinlarimizga, masalan, bizniki ekan Namangan viloyati Uychi tuman Jizzaga qishlog'idan kelganmiz. Razmerni o'zim olganman, eni bilan bo'yini. Qanaqa holatda zakaz qilgansiz, qanaqa holatda yetib keldi darvoza? Sizga ma'qul tushdimi? Ko'nglingizga haliga joy-joydami, hamma yo'qlari zakaz qilingan holatda keldimi? Shunga bir aytib o'tsangiz tomoshabinlarimizga. Yo'q, hammasi zo'r. Shu akamizni chaqirdik, kelishdi. Razmerni o'lchab olib ketishdi. 10 kunda, 12 kunda yasab bitirib olib berishdi. Rahmat, sizlarga ham zo'r darvozadan ko'ngil to'q. Aka buyurib nasib qilsin. Yaxshi Maskalari ham o'ta tiniq, maskalari ham zo'r bo'ldi. Tekis holatda, biror yerda bir defekt yo'q, ha? Hatto o'shanga bularga internetdan darvozani tanlab rasmini tashlab berdim. Ular o'sha ko'ngildoyida qilib, chiroyli qilib, birga bir qilib o'xshatib, cho'tkilab olib berishdi. Bizning nomerimizni qaysi holatda oldingiz? Bizga nomeringizda shu akamni o'rtog'i bor. O'sha akam shu anaqada ko'rgan ekan, YouTube'da ko'rishgan ekan. Chaqiramiz deb menga ham ko'rsatib, nomeringizni berdi. Shu akamni chaqirdik, kelib darvozani chiroyli xizmatga berib ketishdi. Mana rahmat, sizlarga ham qo'llanglar ko'rmasin. Bergan pulingizga rizo bo'ling. Men roziman. Tomoshabinlar mana sizni videomizni ko'rishlari xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha dastlabkamiz bor. Hurmatli tomoshabinlarimiz, videomiz, darvozamiz yoqqan bo'lsa bir donadan like qiling, ayamasdan degan umidamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Asrojon aka, salomat bo'ling aka, charchamang. Yaxshilik kunlarga ochib yo'qing.